Bu taomni nima deb atashga ham hayron qoldim. Manta deymi, xonimmi? Izohlarda yozib qoldiring, fikringiz juda ham muhim. Taom tayyor bo'lgandan keyin yeb ko'rdim. Mazasi juda ham o'zgacha, ham xonimga o'xshaydi va mantiga ham o'xshab ketadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Idishga iliq suv, tuz, tuxum solib yaxshilab aralashtirib olamiz va albatta oliy sifatli to'ron unlarini solib qattiqqina xamir qoramiz. Xamir tinguncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, mayda qilib to'g'ralgan qo'y go'shti, tuz va ziravorlarni solib aralashtirib olamiz. Tingan xamirni o'rtacha qalinlikda xuddi manta chuchvaralarga yoygandek qilib yoyib olamiz. Kesilishi ham aynan shunday. Manta chuchvaralarga o'xshab kesib olamiz, faqat sal kattaroq kesasiz, sababi hozir tugilayotganda ko'rasiz. To'rtburchak qilib to'g'ralgan xamirlarni ustiga bir osh qoshiqdan nachinkani solib, pachoq qilib bosib chiqamiz va mantini tuggandek qilib tugamiz. Tugilgandan keyin qo'l bilan bosib ezib qo'yamiz ekan. Bizga pachoqqina bo'lgan mantalar kerak bo'lar ekan. Endi eng asosiysi mantalarni har bittasini ustiga yaxshilab yog' surib, ustma-ustun qilib xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib terib chiqasiz. Yog'ni ayamasdan surasiz, shunda pishganda yopishmasdan chiqadi. Tayyor bo'lgandan keyin 35-40 daqiqaga o'rta olovga manti qasqonga qo'yib pishirib olamiz. Shunaqa mazali bo'lib chiqadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Sahifamga o'tsangiz, har xil issiq taomlar, shirinliklar, salatlarni retseptini topasiz. Aytgancha retsept yoqdimi? Unday bo'lsa, qizil yurakchani bosib yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.